Qadrlash, xotirlash mentalitetimizga xos qadriyatlar. 9-mayni umumxalq bayrami sifatida nishonlab kelayotganimiz zamirida ham aynan ana shu ezgu maqsad mujassam. Ushbu qutlug' kunda urushda jasorat ko'rsatgan ota-bobolarimiz hamda front ortida mardona mehnat qilgan mard va oliy janob yurtdoshlarimizni har qancha e'zozlasak arziydi. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan ularga alohida hurmat ehtirom ko'rsatildi. Tadbirlarda Ikkinchi jahon urushi qatnashchilariga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tabrigi va bir martalik pul mukofotlari topshirildi. Yurt tinchligi yo'lida jonini fido qilgan insonlarni eslash, ularga ehtirom ko'rsatish har bir avlodning muqaddas burchidir. 9-may xotira va qadrlash kuni ana shunday ezgu qadriyatlarni ulug'laydigan, faxriylarimizga hurmat va e'tibor ko'rsatiladigan qutlug' sana hisoblanadi. Buloqboshi tumanida istiqomat qiluvchi Ikkinchi jahon urush qatnashchisi Abdug'ani Otag'apporov xonadoniga tashrif buyurildi. Tashrif davomida holidan xabar olinib, Abdug'ani otaga samimiy ehtirom va e'zoz ko'rsatildi. Shuningdek, 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti nomidan yuborilgan bayram sovg'asi tantanali ravishda topshirildi. Bu esa faxriylarga bo'lgan hurmat va e'tiborning amaliy ifodasi sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Uchrashuv davomida Abdug'ani ota yoshlar bilan samimiy suhbat qurib, urushning mashaqqatli yillari tinchlikning bebaho ne'mat ekani haqida so'zlab berdi. Hammanglar salomat bo'linglar. Mendan ham bu yoshga kelinglar. Amin. Amin. Qo'shiqlarni qo'shganinglar hammanglar. Prezidentimiz salomat bo'lsin. Amin. Rahbarlik qilishda charchamasin. Biz nomimiz bilan xalqni yetarli yurishda. Yoshlarimiz sog' olsin, vatanni himoya qilsin. Amin. Vatanni bizni singari qattiq qo'llaysin. Amin. Salomat. Qo'shiqlarni qo'shganimga hozirga borishdan nasib. Yoshligi urush maydonlarida o'tgan otaxonning suhbatidan ta'sirlanasan kishi. Ona vatan ozodligi uchun kurashgan shunday insonlar bor ekan, biz tinchlik va osoyishtalik degan ulug' ne'matning qadrini yanada teran anglaymiz.